Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimiz 8-sinf adabiyot. Yangi mavzu: Muhammad Yusuf va uning she'rlari tahlili. Eng avvalo Muhammad Yusufning hayoti va ijodiga bir nazar solsak. Muhammad Yusuf 1954-yil 26-aprelda Andijon viloyatining Marhamat tumanidagi Qovunchi qishlog'ida oddiy zahmatkash oilada tug'ilgan. O'rta maktab ta'limini olgach, Muhammad Yusuf Toshkentdagi Rus tili va adabiyoti institutiga o'qishga kiradi va uni 1978-yilda bitiradi. Faoliyatlarini 1978-1980-yillarda Respublika kitobsevarlar jamiyatidan boshlaydi. 1980-86-yillar oralig'ida poytaxtning Toshkent oqshomi gazetasida ishlaydi. 1986-1992-yillarda esa G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotida ishlaydi. 1992-95-yillarda O'zbekiston ovozi gazetasida, O'zbekiston Milliy axborot agentligida xizmat qildi. 1995-97-yillarda Tafakkur jurnalida bo'lim mudiri bo'lib ishladi. 1997-2001-yillarda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida rais o'rinbosari, 2-chaqiriq O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi deputati lavozimlarida ishlagan. Muhammad Yusufning dastlabki she'rlari O'zbekiston adabiyoti va san'ati haftaligida bosilgan. Shundan boshlab respublika matbuotida uning she'r, ocherk va maqolalari muntazam ravishda chop etila boshlagan. Ilk she'rlar kitobi esa Tanish teraklar nomi bilan mashhur bo'ldi. U 1985-yilda chop etilgan. Bulardan tashqari uning mashhur asarlari Bulbulga bir gapim bor, Iltijo, Uyqudagi qiz, Halima enam allalari, Ishq kemasi, Ko'nglimda bir yor, Bevafo ko'p ekan, Yolg'onchi yor, Erkak kiyik, Osmonimga olib ketaman kabidir. Muhammad Yusuf el ardog'idagi shoir degan tahsinga sazovor bo'lgan. 2001-yilning 31-iyulida Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumaniga qilingan ijodiy safar chog'ida yuzlab muxlislari qarshisida she'r o'qiyotgan paytda yurak xurujidan vafot etdi. Xuddi Boburdek, Shavkat Rahmondek Muhammad Yusuf ham bor yo'g'i 47 yil umr ko'rdi. 47 yil umr ko'rgan bo'lsa-da, o'zbek she'riyatida o'ziga xos maktab yaratib ketdi. Uning she'riyati o'ziga xos bo'lib, 7 yoshdan 70 yoshgacha uning she'rlarini sevib o'qiydi. Buning sababi nimada, bilasizmi? Buning sababi shundaki, uning she'rlarining tili xalqona va xalqchil ekanligida. Masalan, Vatanim she'rini olaylik. Men dunyoni nima qildim? O'zing yorug' jahonim. O'zim xoqon, o'zim sulton, sen taxt Sulaymonim. Yolg'izim yagonam deymi? Topingan koshonam deymi? O'zing mening ulug'lardan, ulug'imsan vatanim. Aslida vatan to'g'risidagi yurtimiz tarixida o'tgan ulug'lar nomlarini birma-bir sanab, moziyda bo'lgan voqealarni eslab, ularga hamd va sanolar aytish tarzida yozilgan she'rlarning soni bor-u sanog'i yo'q. Biroq bu she'rning ma'nosi o'zgacha mazmun kasb etadi. Bundan tashqari, darslik mehr qolur, yurtim ado bo'lmas armonlaring bor. Maylida kimgadir yoqsa yoqmasa biz Xudo xohlasa deb baxtli bo'lishiga ishongan oshiqlar tasvirlangan she'rlari ham mavjud. Siz ushbu she'rlarni mustaqil ravishda ifodali o'qib, tahlil qiling va yod oling. Buyuk ijodkor o'zbek adabiyotining yirik namoyandalari tahsini va ta'rifiga sazovor bo'lgan. O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmad Muhammad Yusuf haqida shunday deydi.
Muhammad Yusuf tez og'izga tushdi. Birorta shoir uningdek tez nom chiqarmagan, nomdor bo'lmagan. O'zbekiston xalq qahramoni Abdulla Oripov esa shoir haqida chinakam shoirning qalbida sohir qush doimo sayrab turadi degan gapni ko'p bora eshitgandik deydi. O'sha qush aynan Muhammadjonning yuragida oshyon qurganiga men astoydil ishonganman. Uning ko'zlari ham, chehrasi ham hamisha latif bir kuyni xonish qilganday edi. Hassos shoir Erkin Vohidov Muhammad Yusufni shunday eslaydi. Muhammad Yusuf omadli yigit edi. G'aybullo Assalomday zabardast olim, ulug' bir inson xonadoniga kuyov bo'lishida men katta bir xislat ko'raman. Ular ruhan bir-biriga juda yaqin insonlar edi. Zuko shoira Halima Xudoyberdiyeva Muhammad Yusufni eslab shunday yozadi. Bir arsloni o'tdi o'zbekning, oxu ko'kka yetdi o'zbekning, quyoshi yig'la, osmon aza tut, Muhammadi ketdi o'zbekning. Shoirning ijodidagi barcha she'rlari mashhur xonandalar tomonidan kuyga solib ijro etilgan. G'iyos Boytoyev, Muhriddin Xoliqov, Jahongir Otajonov, Oxunjon Madaliyev, Yulduz Usmonovalar shular jumlasidandir. Shunday qilib, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Topqir o'quvchilar, sizlarga muhim eslatma. Bu yil 26 aprelda shoir tavalludining 66 yilligi nishonlanadi. Uyga vazifa: quyidagi savollarni yozib olib, ularga javob yozing. Xudo xohlamasa uchrasharmidik. Maylidan kimgadir yoqsa-yu yoqmasa, ularga qo'shilib yig'lasharmidik. Biz baxtli bo'lamiz, Xudoyim xohlasa, Xudoyim xohlamasa aytgan uchrasharmidik. Rayhon hidlaringni yo'llariga. Xayr, salomat bo'ling aziz o'quvchilar.